Bismillahirrohmanirrohim. Ibrohim Adham aytdi: Men Makkadagi bir toshning yonidan o'tdim. Unga shunday so'zlar yozilgan edi: Meni ag'darsang, ibrat olasan. Men bu toshni ag'dardim, unga shu so'zlar yozilgan ekan: Bilganlaringga amal qilmasang, qanday qilib sen amal qilmaydigan ilmni talab qilasan? Ibn Sammak aytdi: Qancha Allohni eslatuvchi insonlar bor, o'zlari Allohni unutishgan. Qancha Allohdan qo'rqituvchi insonlar bor, o'zlari Allohga jur'at qilishgan. Qancha Allohga muqarrab kishilar bor, ular aslan Allohdan uzoqlashishgan. Qancha da'vatchilar bor, Allohdan o'zlari qochishgan. Qancha Allohning kitobini tilovat qiladigan insonlar bor, ularning o'zlari Allohning oyatlaridan ajralgan. Yahyo ibn Muoz ar-Roziy ilmiga amal qilmaydigan dunyo olimlari uchun shunday derdi: Ya ashabal ilmi, qusurukum qaysariyya va buyutukum kisrawiyya va athwabukum zahiriyya va akhfafukum jalutiyya va marakibukum qaruniyya va abanikum fir'auniyya va ma'samukum jahiliyya va madahibukum shaytaniyya fa ayna shari'atul muhammadiyya. Ey ilm egalari, qasrlaringiz Qaysar shohining qasrlari, uylaringiz Kisro shohining uylari, kiyimlaringiz zohiriya, poyabzallaringiz jolutiya, ulovlaringiz qoruniya, idishlaringiz fir'avniya, gunohlaringiz johiliya, mazhablaringiz shaytoniya, bas qani shariati muhammadiya. Al-Ihyo kitobidan tarjima qilindi.